Agar o'tmishi gunohga to'la bo'lgan bir qizni ko'rsangiz va u birinchi marta hijob kiyib Ramazonda namoz o'qiy boshlagan bo'lsa, u o'zini taqvodor qilib ko'rsatishga urinayotgani yo'q. U shunchaki qo'lidan kelganicha harakat qilyapti. Agar odamlar bir yil davomida chang bosib yotgan Qur'onni tokchadan olib, yana o'qiy boshlaganini ko'rsangiz, bu shunchaki oddiy odat yoki maqtanish uchun emas. Bu ularning qalbida iymonni yana tiriltirishga urinishdir. Agar kimda Ramazonda o'zining kamchiliklari bo'lsa-da, islomiy postlar ulashayotgan bo'lsa, bu ikkiyuzlamachilik emas. Bu ularning qalbida hali ham bir nur borligining belgisi. Agar yil davomida deyarli bo'm-bo'sh bo'lib turadigan masjidlar muborak oy kelganda to'lib ketayotganini ko'rsangiz, bu ham nifoq emas. Bu haqiqat va umid hali ham jamiyatimizda borligidan. Hammamizni hayotimizda xuddi shunday bir lahza bo'lgan. Birdaniga qalbimiz uyg'ongan va Alloh hidoyat bergan. Agar Alloh taolo chin tavba qilgan o'g'rilarni, fohishalarni va eng katta gunoh qilgan insonlarni ham kechirib, ularning samimiyligi sabab jannatga kiritishi mumkin bo'lsa, unda sizningcha hijobsiz o'sha qiz, tajvidsiz Qur'on o'qiydigan birodarlar, yil davomida namoz o'qimaydigan insonlar yoki o'sha Ramazon musulmonlari deb ataladigan insonlar samimiyligi sabab kechirilishi yoki hidoyat topishi mumkin emasmi? Odamlarga shunchaki umid bering, chunki ba'zan bizda qolgan eng katta narsa bu umiddir.